Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli do'stlar, aziz uzum shinavandalari, bugun 6-aprel 25-yil sizlar bilan biz mana hovlimda Qo'qondamiz. Bugun bitta o'zim uchun tajriba qilib natijasini ko'rishni niyat qildim. Inshaalloh Alloh qo'llab-quvvatlasa, balki natijasi kutganimizdan ham ziyoda bo'lar. Bo'lgan ish shuki, hozir mana novdalarimiz tayyor bo'lib qoldi. Mana bu yerda kesib tashlaganlarim bor. Mana bu ko'k novdalarimiz. Ularga hozir ko'k novdani ko'kka ko'k ulama qilsa bo'ladigan yumshoq holatida. Tagidagi mana 3-4-bandlari sal qattiqlashgandan keyin men bularga aslida may oylarida, taxminan may oylarida qora 1 yillik qora novdani ulama qilardim. Bu yil tajribami anaqasi shu bo'lyaptiki, mana shu ko'k novdaga qorani hozir ulama qilish. Mana hozir ko'rib turibsizlar. Hali tagi qotgan yo'q. Mana 1-2 bandlari, 2-bandiga qo'ydim. 2-bandi ham hali qattiqlashgan yo'q. 1-bandi ham hali qattiqlashgan yo'q. Kesib ko'rdim. Ularga bemalol hozir ko'k ulama qiladigan payt ekan. Lekin qanday natija bo'lar ekan degan bir qiziqish bilan mana shunday bir ulamani qildim. Inshaalloh natijasi agar bir yaxshi bo'ladigan bo'lsa sizlarga tanishtiraman. Yo yomonni ham tanishtiraverayman. Izohlarda bir yozib qoldiringlar. Kutamiz xudo xolasa. Endi bu haligi ko'k ulamadaqa bir 3 kunning ichida yoki bir haftaning ichida o'zini ko'rsatmasa kerak, ko'proq kutishga to'g'ri kelar balki. Ko'ramiz. Mana shunaqa bir tajriba.